Tavsiyam, birovlarning gapiga kirib, vaqt o'tkazmasdan, vaqtlaring borida kelib operatsiya qildiringlar. Bu sahrli diabetni eng to'g'ri yo'li shu operatsiya yo'li bilan yo'qotish ekan. Sizlarga maslahatim shu. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men navbatdagi bemorimiz sahrli diabet bilan, bemorimiz bizda 20 kun oldin qandli diabet bilan kelgandilar, operatsiya o'tkazgandilar. Mana o'zlaridan so'rashimiz mumkin. Xo'la, qandli diabet bilan og'rirdingiz, kelganingizda necha yurardi qandli sahringiz? Kelganimda och qoringa 10-16, to'q qoringa 17 yurardim. Hozir mana operatsiyadan keyin 5-6 yuribman, xudoga shukr, yaxshiman. Hozir demak bironta dori ichmayapsiz? Yo'q. Sahrga hech qanaqa dori ichmayapsiz? Yo'q. Sahringiz o'shanda ham 5-6. Xo'p, mana ovqatlanishda yoki qanaqadir mana operatsiya 20 kun davomida qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. O'sha yozib bergan jadvallarim bo'yicha ovqatlandim. Men o'yladimki, haligi ovqat yegandan keyin eshitganman, qusasi, falonda yo'q. Bir marta qusmadim, bir marta og'rimadi. Jadvalga rioya qilsangiz, rosa yaxshi zo'r ketar ekan. Hech qanaqa muammo yo'q, Hech demak. qanday muammo yo'q. Sog' bo'ling, rahmat.